Assalomu alaykum obunachilar, Akmaljon Zakirov kanalini obunachilari. Mana bugun qo'l tegib video qilishga ahd qildik. Buqalarni oldingi videolarida qo'ydik, sotib oldik. Mana o'rniga yangi ikkita buqa olib keldik. Bu buqalar kelganiga ancha bo'ldi. 25 kun bo'ldi olganimizga. Bugun 25 bo'lsa 25 kun bo'lib qoldi. Xudo xolasa rosa kelganda bu jaydari mollardan oldik. Bu safar mashinasini 18 million 700 mingga oldik. Rosa bit bosib ketgan ekan, ammo bo'y basti. Baland anchagina. Inshaalloh arzon oldik. Bir jaydari buqa boqmasdik, bir boqaylik deb. Qanaqa o'zgarar ekan, oyoq qo'li baquvvat. Bunisi eski o'zimizni buqalardan, qirg'iz buqalardan qolgan bittasi. Buni ham oldingi videolarimiz qatori. O'sha oldingi sotgan ikkita buqamiz sherigi bu. Bu ham xudo xolasa men dumbalarni solib tayyor bo'lib qolay dedim. Dumbalarni sovardi. Oz qoldi, buni ham sotamiz. Yana biror oy yemlaylikchi. Inshaalloh. Bu yeb qaytmas. Mana o'zimiz jaydarilardan umrimizda boqmagandim. Birinchi marta boqganman. Bu jaydarlar juda ishtahasi susroq bo'ladi shekilli. Endi sinab ko'ramiz endi bunaqa. Qoplamasa, yaxshi effekt bermasa o'zimizda yana qirg'iz buqalardan olib boqaveramiz. Ja sho'q bo'lar ekan bu buqalar, kam yotar ekan. Yemlarni olib qo'ydik, yana 70 mingdan 100 qop olib qo'ydik. Hozir bilmayman, bir 10 qopmi, 15 qop yeb bo'ldi o'sha. Yana mana kichkintoyi. Ja, yer bilan bitta o'lyaptilar. Buni 16 million 500 ga olganmiz. Bo'ylari bir 10 chiqdi shekilli. Bir 10 chiqqan. Mana bir 20 bemalol chiqadi. Xudo xolasa. Ishtahalarga kirdi. Kelganda juda ishtahalari yo'q edi. Asa albenni ichkizdik, 2 hors iven golli ivermektinni qildik. Xudo xolasa ishtahalarga kirib qoldi. Ya har oyda bir xudo xolasa video qilib turamiz. Shu o'zgarish qanaqa bo'lar ekan deb. Mana nihoyatda oriq, bo'ylari ham baland bo'lganlar, oyoq qo'li baquvvat, xudo xolasa buni. Mana qirg'iz buqamiz xudo xolasa menimcha 450 kilodan o'tib ham qoldi. Bo'yinlari chiqarish bosh oz qoldi. Yetilishga jitcha, orqasi yetilib bo'ldi. Dumba soldi. Sal bo'ynida bor. Sal bo'yni to'lsa o'zi 5 kiloga yaqinlashib qoladi. Bu buqamizni olganimizda 9-may kuni olganmiz. May bo'lsa, aprel, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr. 6 oy, 6,5 oy bo'lib olganimizga. 1,5 santimetrli buqa edi. Hozir mana 1,25 ga yaqinlashib qoldi bo'y. Xolos. Mana noma puliga qaraganda 18 millionga 700 ga arzon oldim. Gavdasi katta, vesi ham hozir bilmayman 300 kilo bemalol chiqsa kerak. Uzunligi ham nihoyatda uzun buqa. Meni bo'yim baland. Buqa kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin 450 kilolik buqa bilan pashti bo'yi teng. Lekin aytganimdek jaydari buqa boqmaganman, birinchi marta boqishim. Qanaqa ves kuniga mana qirg'iz buqalar 1 kilo 300 gacha semiradi. O'rtacha 1 kilo 200 300 semirib yurgan, mashina ham semiryapti. Endi bu jaydarlarni bir oy bo'lsin ko'krak qafasini o'lchab qo'yganman. Ko'krak qafasiga metr tashab bilaman. Bizda endi tarozi yo'q. Eski usulda ko'krak qafasini o'lchab, uzunligini o'lchab, kilosini xomchot chiqarib olsa bo'ladi. Hozir mana shu buqani yozib qo'yganman, ko'krak qafasi necha santimetr bo'lgan ekan kelganimizda. Hozir bo'yi 1,20,
ko'hrak qafasi 1.54 bo'lgan ekan. Endi 1 oy bo'lsa yana 5 kundan keyin video qilamiz, ko'hrak qafasini o'lchamiz. Sekin-sekin oyiga necha santimetrdan, necha kilodan xomcho't semiryapganini bilamiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib, like bosib, kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.